الرحمن يا الله. Allohning go'zal ismlari. Bismillahirrohmanirrohim. A'rof surasining 180-oyatida Allohning go'zal ismlari bor. Ular bilan duo qilinglar deyilgan. Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh taoloning 99 ta, bir kam 100 ta ismi bor. Kim ularni sanasa jannatga kiradi. Alloh toqdir va toqni yaxshi ko'rur dedilar. Bu hadisni Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilishgan.